90 630 00 5 ta 0 so'raganlarga, 166 66 66 66 so'raganlarga, 722 22 20 215 07 77 970 70 00 0101 kerak, 02 02 kerak, 97 97 kerakmi, 807 07 ni qaranglar, chiroyliligini, 910 002 ni qaranglar, 077 47 77 ni qaranglar, 767 02 02 ni qaranglar. Bunaqa raqamlar juda ko'p, mingdan ortiq shunga o'xshash raqamlar sotuvga qo'yildi. Zo'ri-yu, oddiysi hammasidan bor. Hammasi zakaz asosida sotuvga chiqqan. 7007 kerakmi, 0808 kerakmi, zo'rlari bor. Bizda mingdan ortiq raqam bo'lib to'lashga sotuvga qo'yildi. Eng zo'r tarafi birinchi oylik to'lov bilan tarifga to'lov qilasizlar bo'ldi. Ortiqcha bir so'm to'lamaysizlar. Boshiga qanchadir summa to'laydigan narsa yo'q. Faqat birinchi oylik to'lovi, keyin tarifga to'lov qilasizlar bo'ldi. Kimga qaysi raqamlar kerak bo'lsa, mana shu 1 minut vaqtlarini ketadi. Mana shu oralarni ham o'tkazib olmasdan ko'rib chiqinglar. Mana 87 yangi chiqqan Mobius'dagi raqamlar ham bor mana. Zo'rlari bor. Eng zo'rini tez tanlab olinglar. Kimga qaysi raqamlar kerak bo'lsa, mana shu Instagram profilimiz menyusida Telegram kanal silkasi bor. Shu Telegram kanaliga kirib, obuna bo'lib, Telegramdagi adminlarimizga qaysi raqam tanlaganingizni yozorsiz, qanchadan oyga tushishini hisoblab yozib yuboradi sizga. Ma'qul kelsa tezroq dastavka qilib berishadi. Faqat tezroq ulgurib qolinglar, eng zo'rlarini tezroq tanlab olinglar. Chunki bu raqamlar yangi tushdi, hozir tez tanlab sotuv boshlanyapti, tez sotilib ketib qoladi. Mana nechi kerak? Bu spiskamizda yana necha raqamlar yo'q? Kommentariyaga yozaveringlar. Shunaqa chiroyli raqamga qiziqadigan do'stlaringga tashlab qo'yinglar.